Ha, salom aka. Rahmat. Yaxshi kerak. Orqasiga stakanni orqasiga taqib qiladi bu. Qo'ying. Yo, telefon Telefon sirpanadi. Ha, Tagiga daftar. Mana bularni O. O'zida savob bo'ladi. Odamlarga bilim berish kerak. Ko'pchilikni minusdan qutqarib qolish mumkin. To'g'risida. Вот так. Hop, demak, boshqatdan savol berib chiqaman, хорошо? Boshqatdan savol beraman, savol strelkasi bo'yicha. Tez-tezda 1000, 1000, 3000, 10000, 1000, 5000, 2000, 10000. Оборотga ortiqcha 100 qoladi. Оборотga ortiqcha bu хороший. Вот это уже boshqa javob. Chunki shunga qarab javob beraman. Shunaqa javob berish kerak. Bugungi kunga hozir Bugungi kunga aytdinglar, bo'sh pulni aytdik. Siz bo'sh pul dedingiz-ku. Ya endi hamma pul gapirish noto'g'ri-da. Ya'ni siz trading uchun hozir o'rganish uchun deyilyapti, to'g'rimi? Вот и всё. Siz 500 dan 1000gacha. 500 ming dollar. Yo'q, 500. Ha, 500 ming, нифига себе. 500 ming dollar. Yo, Amerikadan kimdir keldimi? keladi endi. Mana o'rtoq. Unda bor edi 500 ming dollar. bo'ladi. Tayyorlanadi. Yig'yapti. Keladi ular. Xo'p, mayli, sizda 5 ming, 10 ming, 50-100. Endi qaranglar. Eshitdim-u. Например, yaqinda men sizlarga ko'rsatdim, screenshot qo'ydim-ku. То есть investorga bergan maslahatim 20-30% daromad qilish mumkin. Mana buni olsa yoki, напримерda qilgani yo'q, например. Men pandemiyada bilasizlarmi, butun dunyoga jar solgandim. Qaysi ma'nodaki investorlar, iltimos, investor bo'linglar. Neft 5 dollarga tushib ketganda. Va tasavvur qilinglar, neft 1 dollargacha tushib ketgan. Qanaqa olmasligi mumkin, ha? Hozir 60-70 dollar, например. Endi bir anaqaga, turgi sortiga qarab, не важно. Какая разница? 1 dollarlik narsa 60 dollar. Da? Shu payt odamlar hamma jim. Xo'p, shuning uchun sizlarga mana qarang. Siz yaqin 1 yilda men sizga cho'tki formula tuzib beraman. Har bittangizga alohida formula tuzib beraman. Va mana shu formula bo'yicha ish qilib, menga murojaat qilishingiz mumkin. Mana vazifamni endi tushunishni boshlaysizlar sizlar. Mana vazifam mana hamma kelganda har kun dars o'tishmasda, to есть men upravляющий odamman-da, odam. To есть odamlarni xatosini aniqlaydigan, ya'ni men nimadir bilan kesmani, kimdirlar kelsa menga nimadir bilan, men обязательно ularni to'g'ri yo'lga natijaga chiqarib qaytarib yuboraman. Mana masalan, любой, mana siz keldingiz. Mana azaki, mana 6 oy ishladim, mana bunaqa ishladim, lekin bunaqa. Zilkalaringizga qarayman, sraz matematikani tushunib yetaman. Qayerda xato qilgansiz? Qayerda xato o'ylayapsiz? Nimaga? Например, mana oddiy bitta xatolardan biri. Zilkani nimaga ochdingiz? Mana siz aniqini eslay olmadingiz zilkani nimaga. Ужасно-da. Tasavvur qiling, men zilkani nimaga ochdingiz ham eslay olmayaptilar nimaga ochgan. Bunaqa bo'lmaydi. Sohani ozgina yaxshi ko'ringlar. 2015-yilda ochgan zilka, 2012-yilda ochgan zilkalarni men eslay olaman. 2000 tasavvur qilsanglar. 14-15-yilda ochgan zilkalarimni punktlari, necha punkt, qanaqa risk, qaysi momentlar. Chunki endi shakllanishini kutgansiz. Endi odam o'zini tizimini bilmasa g'alati-da. Nimaga ochgan tasavvur qiling. Masalan, professional tikuvchi kiyim tikkandan keyin biladi-yu nimaga unaqa kiyim tikkanini, chunki andazani o'zi chizgan-ku, to'g'rimi? O'sha narsani. Вот и всё. Shuning uchun mana qarang, siz aytdingiz, 1000 dollarim bor dedingiz, to'g'rimi? Demak, hozirgi paytda sizni vazifangiz tradingdan pul topishni unutish. 1 yil. Kamida 1 yil. Ya'ni o'zingizga vaqt berishingiz kerak. Qanaqadir qilib pul topish ilinji bo'lish kerak emas shu 1000 dollar. Nimagaligini aytaman sizga. Qarang. Mana sizga primoy savol beraman, primoy javob berasiz, xo'p? Tez, ya'ni blitzga o'xshashi kerak, например-da. 20 ming dollar hozir 1 yil 20 ming dollar sizda hozirgi holatda daromad qoniqtiradimi? 1 yilda qoniqtiradi. Mana shu 20 ming dollar bu 20% 100 ming dollardir. 1 yilda. 1 yilda.
ya'ni siz 100 ming dollar orqali savdo qilib, sredniy 1.8% oyiga daromad qilsangiz, siz 20 ming dollar topasiz. Da? Zo'ra? Normal. Хорошо. Demak, biz 20% daromad, stabil daromadni kichik risk bilan yaxshi daromadni hisoblasak bo'ladimi? 1000 dollardan qancha bo'ladi? 200 dollar. 20 dollar. To'g'ri, 20 dollar. 20% bo'lsa. Ya 20% 200, ya'ni yiliga gap ketyapti-yu. Endi oyiga bo'lganda-da 18 dollardan to'g'ri keladi. Oyiga 18 dollar qoniqtiradi? Hech qachon unaqa javob bermasligingiz kerak. Mana уже sizni ko'rdingizmi nimaga tayyor emasligingizni? Hozir 500 ta odamga isbotlab berdim. Kattaga 20% ga tayyorsa, zo'r natija. Kichkinada procent bir xil. Tushundingizmi nimaga tayyor emasligingizni? Endi qarang, xo'p, nima qiling unda degan savolingizga men sizga javob beraman. Endi bu 3ga bo'lamiz-da hozir. 3ga bo'lamiz. Siz hozir mana shu 1000 dollarda, например, условно, masalan, sentlik hisob raqam olishingiz kerak-da. 10.000 sent bo'ladi. 10.000 sent bo'ladi. Mana shu 10.000 sentni 10.000 dollar deb tasavvur qilib ishlashingiz kerak. O'shanda ham daromad haqida o'ylashingiz kerak emas. O'shanda mendan 100.000 dollar olish haqida o'ylashingiz kerak. Endi qarang. Keling, eng sekin holatni sizga misol qilaman. Eng sekin holat. Qarang, 10.000 sent ochdingiz va savdo qilishni boshladingiz. Oradan deylik 6 oy o'tdi. Menga natija ko'rsatdingiz. Men sizga 100.000 bermadim, lekin 10.000 dollar berdim. Da? Xuddi o'sha savdoni 10.000 da qarang 6 oy o'tdi, yana 6 oy ishladingiz va men sizga 50.000 berdim. 1 yildan keyin sizda o'sha 50.000 dollar bor. Da? 50.000 da zo'r savdo qildingiz. Например, ikkinchi yili 200.000 dollar oldingiz. Ikkinchi yil zo'r savdo qildingiz, keyin 5, ya'ni 3-yilda sizda 500.000 dollar upravlyaningizda bo'ladi. 3-yil siz примерно oyiga 10.000 dollardan daromad qilishni boshlayapsiz 3-yil. Agar mana shu formulada ishlamasangiz, shansingiz 0 deb qo'yasiz. Просто xolos yozib qo'ying, xolasangiz men просто tak. Boshqa razvitiya sizda yo'q. Boshqacha razvitiya 1000, 3000, 5000 atrofidagilar qo'l ko'tarsin. Kim edi 1000, 3000, 5000 atrofidagilar davay qo'l ko'tarsin. Mana shu maslahat hammalarga tegishli. Agar kim o'sha 3000 dan 100.000 yoki boshqacha itakdalik qo'rmoqchi bo'lsanglar, bilib qo'yinglarki, shansinglar 0 ga teng почти. Hozir men aytgan plan sizlarga tushunarli bo'ldimi? Buni tokasiz, shunda investorlar kirsa bo'ladi, bularga ko'rib. Конечно. Lekin men garantированный investor sizlarga misol qo'yaman. Zo'ru bu. Sizlar meni oldimda o'tiribsizlar, sizlarga men garantированный investor. Agar natija bo'lsa. Men как bridge, most investorlar bilan, tushundinglar? Krupniy investorlar bilan treyderlarni bog'lab qo'yuvchi va ularni boshqaruvchi inson. Tushundinglarmi? Вот, shuning uchun просто nimaga odamlar depressiyaga tushadi? Nimaga odamlar professional treyderni kurs sotishda ayblaydi? Nimaga kurslardan недовольныйlar bo'ladi, haterlar bo'ladi? Asosiy sababini tushuntiraymi? Mana shu hozir aytib o'tgan narsani. Ya'ni e'tibor berdinglarmi? Bir 2022-yildan keyin уже men qanaqadir anaqa kontentlarni to'xtatdim. Luxury mashinalar yo'q, e'tibor bergan bo'lsanglar. 2022-yildan keyin mana shu kontentlar to'xtagan. Nimaga? Chunki endi bu kontentlar ham bo'lishi kerak edi O'zbekistonda rano или поздно, endi chet elda endi bo'lgani unaqa kontentlar bor, sport karlar, tuda-suda. Endi kimdir qilish kerak edi-yu bari buni ham, to'g'rimi? No, cel. Вот. Nimaga? Sababi odamlar o'sha depressiyaga tushishining asosiy sababi, ya'ni o'sha go'zal hayotu va tez daromad topish ilinjida o'sha insonni kursini sotib olish. Tushundinglarmi? Ya'ni mana qarang, mana. Deylik, necha yosh? 18.
necha pul edi? 2000 mi, 3000 mi? 3000. Yoshroqdan misol qilaylik, mana 18, yoshingiz 18 da ortiqcha 3000 pulingiz bor hozirda. Bu вообще на самом деле bu katta baxt o'zi. 18 yoshda Dubayga kelib, bilim olib, $3000 bo'lishni o'zi katta baxt. Nimaga? Chunki baxt bu siz $3000 borligida emas, baxt bu siz yoshingizda просто так. Ya'ni sizda plan qilish imkoniyati hammadan ko'proqligida. Вот, ya'ni vaqt faktori, например. A vaqt siz uchun aytaman, siz yoshingiz nechida? 35. Mana bir yosh kichkinasiz. No. 35 ham это вообще, то есть yosh. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bundan katta yoshdagilarga ham aytganman. Ko'p misollar qilganman. KFC'ni, McDonald'slarni misol qilganman, например. То есть omad. Undan ham emas gap. Просто masalan siz yoki siz masalan o'sha 3000 kelib o'sha insonlar o'sha pulni ko'paytirish dardida bo'lgani uchun ham keyinchalik norozi bo'ladi, tushundinglarmi? Ya'ni umuman veriyatnost so'zi bor, ehtimollik nazariyasi o'zi unga qarshi, o'zi tabiat unga qarshi o'zi. Lekin insonning miyasi shunaqa ishlaydi, afsuski. Lotereya yutib keladi. Yo'q, afsuski, yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, o'ng tomoningizda to'y bo'lsa, chap tomoningizda avariya bo'lsa, afsuski inson avariyani ko'rishga boradi. Unga bu qiziq. Bu instinkt, bu самосохранение. O'zini o'zi himoya qilish bu narsa. Inson qisqa muddatli muvaffaqiyatsizligini обязательно uni miyasi zashat qiladi. O'zim aybdorman demaydi, yo'q. Endi qayerdan ham kursini oldim deydi, rezultat bo'lmadi deydi. Vaholanki o'sha ehtimollik, ya'ni planирование yo'q, ana hozir sizga tushuntirayotgan narsam yo'q. Tushundingizmi? Sizda ham ishoning, hozir trade qilishni boshlasangiz, shansingiz nolga teng. Nimaga sizda? Chunki sizda отыграние hissiyoti bor. Endi obunachilardan men uzr so'rayman, aralash-quralash gapiryapman. Ana terminlar, jargon, ruscha, именно отыграние nima bo'ladi? Bilmayman o'zbekchasini. Chiqarib olishdi. Отыграние. O'sha sliv qo'ygan Yo'q, отыграние deganim o'sha $1000 bilan boshlasalar, endi o'ylaydilar-yu, $2500 men Dubay turiga ajratdim, endi pulni chiqarib olish kerak. O'sha hissiyoti, tushundinglarmi? Boshqalarda ham kimdir qaranglar, o'zi mana bu ishoninglar, mana moliyaviy imkoniyati katta bo'lmagan odamlarga aytayapman, hayotda hamma narsa nisbiy. Это вообще nичего. Bularda $100,000 bo'lishi, menda $10 million bo'lishi, bularda 100,000, bularda 1000, sizda 5,000 bo'lishi bu hayotda hech nimani hal qilmaydi bu narsa. Ertaga, например, ishoning, Binance'da shot ochib qanaqadir masalan shitcoin'ni sotib olsangiz $1000 ga 10,000% oshib ketishi mumkin-da, erta ko'zingizni ochsangiz. To есть hammamizdan boy insonga aylanib qolishingiz mumkin. Bu hayotda bu narsa hech nima emas. Ko'rayotganlar ham shu. Kimdir moliyaviy imkoniyati, gap unda emas. Gap bu yondoshuvni xatoligida. O'sha insonni o'sha plan qilish yo'qligida. O planni bizning umrimiz bor, bizning yillarimiz bor. Hayot, ya'ni o'sha qisqa muddatli planlashtirishdan iborat emas. Men buni kursini olaman, trade qilishni boshlayman, pul topishni boshlayman. Bu уже, tushundinglarmi? Уже shansini nolga tenglashtirayotgan odamni plani bu. Tushundinglarmi? Например, masalan sizga aksiyalar ishlash yoqyapti Stocksda, to'g'rimi? Mana sizni keling bilim darajangizni hozir tekshirib ko'ramiz. Ikki yillik падающий рынокda nima qilasiz? bozorga kirmayman. Падающий bo'lishini qayerdan bilasiz kirmasangiz? Nimaga kirmaysiz? 2 yildan keyin kirmaysiz. Impuls bilan o'tayotgan bo'lsa, Yo'q, birinchi impuls kuchli, pastga okey. Qarang, pastga tushishi bu aksiyalarni sotib olish uchun o'zi yaxshi imkoniyat, to'g'ri? Birinchi impuls ketdi, splask deydi buni. Splask pastga ketdi. Keyin sekin pastga ketdi narx. model bu nima bo'lsa keyin kiraman-da. Hop, model bo'ldi. 3% pastga tepaga yurdi. O'sha modeldan keyinda sekin yana pastga ketdi. Pastga olmayman, bayga olaman. Tushunmayapsiz. Siz bayga olganingizdan keyin pastga ketdi to'g'ri. Yana. Darizga olaman, pastga. Sekin ketyapti pastga. Keling, men sizga tushuntirib beraman. Mana qarang. Mana deylik, примерно mana bunaqa aksiya mana bu yerga keldi. Примерно 50% падение berdi.
Endi qarang, mana bunaqa model bo'ldi mana shu yerda. Mana sizga kerak bo'lgan model. Xo'p, siz bay oldingiz, to'g'rimi? Bizni bayoq. Bizni bay oldingiz, to'g'rimi? Keyin bunaqa bo'lsa nima qilasiz? Keyingi model bo'lsin. Hop, mana yana o'shanaqa model bo'ldi. Mana bay olasiz. Qo'shasiz, to'g'rimi? Qo'shaman. Bundoq yurdida keyin bundoq ketdi. Keyin nima qilasiz? Короче, итоги mana bunaqa вот и всё. Mana bitta ham model bor, bu yerda ham model bor. Nima qilasiz? Tarafda qoladi. Ha? har bittasida taqib ketaveradi. Aksiyalar bu yerda slit bo'lib ketmaydi. Nimasi tushadi-da? Bitsenni. Endi sizga bitta qiziq narsa aytaymi faktda. Prop deyman. Hozir ayni damda spotda savdo qiladigan kripto treyderlarni kripto treyderlar spotda savdo qiladigan 50% prosentka turibdi portfelda. Gap spot haqida ketyapti. Karantindan buyoq. Qanaqa karantindan buyoq? Siz yaxshi ko'rar ekansiz, bog'dan gapirsiz, tog'dan kelish yaxshi ko'rar ekansiz. Qaysi держателlar? Yo'q, причем karantin hozir. Hamma minusda turibdi deyapsiz. Yarmdan ko'p. Qaysi srok промежуткda? Bugun So'nggi 3 oy. Yo'q, oxirgi 3 oy. Yo'q. Endi qarang, bu siz berayotgan savolingiz mantiqiy. Qaysi период? Понятно, что bullrun bo'lib ketdi-yu keyin, to'g'rimi? Понятно, что то есть bullrundan keyingi holat, to'g'rimi? Demak, so'nggi 3 oy. Mana so'nggi 3 oyda, например, so'nggi 2,5 oyda qachon boshlandi o'sha coinlarning паденияsi va o'sha kamida portfel 50% minusda turibdi, portfel. Eng qizig'ini aytaymi nima? Qachon bu plyusga chiqishi noma'lum. Ya'ni tasavvur qiling, Alibaba'ni, например, условно 250-300 da bo'lgan bo'lsa, narx 180 larga Alibaba 180 ga tushganda bay olishni boshlagan odamning portfelini tasavvur qilib ko'ring. Hozir 5 yildan bir, 4 yildan tasavvur qiling, hali ham minusda. Qachon plyusga chiqishi ham bor. Biz bittasini bilardik, bitta investorda Alibaba'ni 2 million dollarga olgan, narxi 200 dollarligida olgan. Tasavvur qiling, 200 dollarligida. Hozir 60% prosentka turibdi va qachon bir, to есть har bir narsani taymingi minusi bo'ladi. Ya'ni shu narsani обязательно olib qo'ying. Ya'ni insonlarni banallik fikrlashdan har doim yiroqlashing agar siz uzoq muddatda stabil daromad qilmoqchi bo'lsangiz. Обязательно. Ya'ni Shunaqa situatsiya bo'lib qolsa. Masalan, shunaqa situatsiya paytida ko'rdingizmi insonga nimaga bilim va o'zini ustida ishlash kerakligini hozir men sizga bir ikkita shu misol aniq qilaman-da. Masalan, antikrizisli portfel degan tushuncha bor-da, yokida small cap degan tushuncha bor, ya'ni mali kapitalizatsiya. Da, eng qizig'i small, masalan, o'sha rынокda, masalan, krupniy kompaniyalar ves rынок avval bo'ldi, fondovый rынок, to'g'rimi? Qo'layotdi deylik 2008 ga o'xshagan holda. Mana shunaqa paytlarda small caplar va tipi alohida yo'nalishlar, tipi biotexnologiya, например, farmalar, o'shalar, to есть butun boshli rынокka qo'shib qolamaydi ular. Itak ili mamlakat turgan bo'ladi, ili mamlakat tur. Demak, o'sha paytda spotda demak, o'sha paytda siz spotda spekulativniy xarakterga ega bo'lgan savdoni ham o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 2 dollarlik narsa 5 dollar bo'lishi mumkin, tushunasizmi? Например. No, lekin siz o'sha 2 dollarlik narsa bankrot bo'lishi ham mumkin. Ya'ni, вот. O'sha paytda siz mana shunaqa spekulativ, ya'ni spotda ham stop bilan ishlash mumkin. Hozir analizga qaraganda uni tuzganda tepaga yuradi deyapsiz. Bizda tepaga yuradi. Haftalik kunlik bo'lsa 5%, agar 4 soatlik bo'lsa 5% bo'lsa yopilyapti-da, yuz beryapti. Har bitta tuzganda 5%, agar haftalik kunlik bo'ladigan bo'lsa 10% yuz beryapti. Shunda yopilyapti sirasi tepadan. Tushundim. Garantinli punktda o'lchab eski storiasidan ko'p. Bilaman, просто masga men juda ham ko'p narsalar bozorda har xil holat ko'rgan trader sifatida endi misol qo'yaman-da.
ko'pchiligi masalan ko'pchilik men o'zim statistikadan bilaman, ko'pchilik treyderlar bozor kuchli trend payti minusga tushib qoladi. O'quvchilar uchinchilardan bilaman. Вот и все. Shuning uchun planирование o'ta muhim o'rtoq. Просто так randomno hayotda просто ish qilib bo'lmaydi, randomno ish qilinmaydi. Birinchi 2 yil, birinchi 3 yil, keyingi 5 yil hammasi plan bo'yicha bo'lishi kerak. Tushunardingmi? Жесткий по плану ishlasanglar, o'shanda qanaqadir natija bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushundinglarmi nimaga o'sha mana shu kurslardan недовольныйlar paydo bo'ladi. Bilmaydi o'zi hayot. O'zi nima qilayotganini bilmaydi ko'pchilik. Nimaga bilasizlar? Qisqa muddatli желание hisobiga. Insonda juda ham rivojlangan bu narsa. O'ta qisqa muddatli желание. O'zi nafs degan so'z ham o'sha shuni orqasidan kelib chiqqan. Qisqa muddatli желание, нарушение правил, чувствовал. Например, zino, ichkilik, hammasi qisqa muddatli желание. Endi bular man qilingan желание bizning dinimizda. Lekin man qilinmagan желаниялар bor-da, lekin ular ham yaxshi emas. Ya'ni bugun kurs tugatib ertaga daromad qilish yoki keyingi oyda daromad qilish, например, bular ham qisqa muddatli желание. Shuni hisobiga bizda odamlar neadekvatniy fikrlaydi mana shu. Kurs sotadi, boshqa narsa qiladi, yo'qlar, например. Вот shuning uchun yozib oldinglar degan umiddaman, da? Вот. Endi 50-100 minglik haqida gaplashamiz. Hozir gaplashdik. To'g'rimi? 1000 bor, 2000, 5000 borlar bilan gaplashdik, to'g'rimi? Вот. Bitta qo'shimcha ayting, 600 ta odam ko'ryapti. Примерно 400 ta odamning 1000 dollari ham bo'lmasligi mumkin-da. Shuning uchun puli yo'qlar nima qilsin? Farqi yo'q. 1000 dollar bilan qaranglar. Mana sizni aytdingiz, qo'shimcha 1000 dollarim bor dedingiz. Lekin puli yo'q insonlar bor. Вообще imkoniyati yo'q insonlar bor. Mana shu imkoniyati yo'q insonlarga endi maslahat berib o'tib keting. 1000 dollaringiz bor edi-yu, va kimdadir 1000 dollari yo'q. Statusinglar bir xil. Absolyutniy bir xil. Chunki cel bir xil, status bir xil. Chunki siz 1000 dollardan o puli yo'q odam itak daromad qila olmaydi. 1000 dollaringiz bor, itak tradingda daromad qila olmaysiz. Tushundingizmi? Shuning uchun 1000 dollari ham yo'q bo'lgan insonlar ham xafa bo'lmasa ham bo'ladi. Tushundingizmi? Statusinglar bir xil. Absolyutniy 3000 puli yo'q, status bir xil. Nimaga? Chunki o'sha odam demak uni mana siz aytdim, siz 1000 dollardan centoviy счет ochasiz, natija ko'rsatasiz, investor olasiz dedim, to'g'rimi? Puli yo'q odam demoda qilsin shuni. Status bir xil. Men shogirdlarimga 100 minglab dollar investitsiyani demoda qilingan rezultatga berganman. Nimaga? Chunki men tizimli savdosiga qarab bilaman. Demomi u. Oxirgi счет bergan o'quvchim esinglarda bo'lsa, 20. Da, statusga, то есть status nima? Tizimli savdo явно edi. Ya'ni stoplar bilan ishlagan. 100% targovlarda 100% stop losslar bor. Tushundinglarmi? Shuning uchun unga berganman. Siz 18 yoshingizda bilasizmi nima qilishingiz kerak? Примерно 20 yoshga chiqqaningizda siz примерно 200-1 million dollarga ega kapitalni boshqarishingiz kerak. Va o'sha 2 yilni hozirdan planni boshlashingiz kerak. Agar siz euforiyaga berilib, boshlab trade'ni natija qilib, odamlardan pul yig'ib, mana shunaqa shunga o'xshagan ishlar qilsangiz, unga o'xshab uxlab qolasiz. Nimaga uxladi? Chunki bu mavzu qiziqmasdi. Da. Mavzu qiziq. Charchaganda. Mavzu qiziq emas. Просто Уже трейдер. Kechasi Stajda ishlash. paka hazm qila olmayapti-da men aytgan narsalar. Вот и все. Endi aytib o'tib ketdim, demak summasi kattaroq insonlar uchun, da, например. Albert Einsteinning o'sha gapidan boshlayman. Ya'ni o'sha dunyoning 8-mo'jizasiga taqqoslangan sложный процент, da.
agar biz sredniy 6% dan daromad qilsak, с учетом reinvestitsiya bizni daromadimiz 1/1 bo'ladi bir yilda. Sredniy 6% dan daromad qilsak-da. Lekin sredniy 6% o'ta murakkab o'rtoqlar. Kattaroq summa bor insonlar buni oson deb o'ylaydi. Bizda eski o'sha bilasizlarmi, anu eskicha biznes, ya'ni Nexia 2 ni nima deydi, bozorga olib chiqib, zapchas qilib sotib, оборот qilib, dohod qilib yuradigan odamlar, например, o'shaga o'xshab fikrlaydigan insonlar bemalol 20% oyiga qilib yurganda, tushunyapsizlar, u boshqa narsa-da, u umuman. Da, Nexia 2 ni olib zapchas qilib sotib, uni olib yana sotib boshqa qilib, da, haqiqatdan ham 20% daromad qilish mumkin. Lekin $1 million dan emas. Tushundinglarmi? Lekin $1 million dan. U ma'lum bir vaqtda kichkina summadan qilish mumkin bo'lgan biznes turlari u. Mayda biznesda turasiz. Mayda biznesda u shunaqa u. Lekin katta summada unaqa bo'lmaydi. 10% bilan qo'l ko'taramiz. Bu 6% qaysi periodga bu? Oyiga. Ha, oyiga. Oyiga 6% qilinsa, yiliga 100% bo'ladi. Agar yechilmasa daromad. Shuning uchun lekin katta summadagi bor insonlar agar konservativniy ishlasa, to есть ularda endi boshqalarga nisbatan shans ancha ko'proqda. Например, ya'ni masalan, siz qancha ishlamoqchisiz $100 ming dan oyiga? Nasib qilgan. Ya endi plan bo'ladi-da, plansiz nasib qilgani bilan ular. ko'raman. Yo'q. Ishtahali bo'yadimda. Element azarda uyg'onib ko'rasiz uchun. Ishtaha qadar. Yali bo'yadimda yaxshi. Yo, yaxshi, lekin O'zi 100% postoyanno amal qilasizmi istagan? 100% постоянно amal qilaman. Robotga o'xshab amal qilaman. Siz o'shaning uchun keldingiz oldimga. Ishoning, chunki 100% amal qilmaganda bu ofis bo'lmasdi, men Dubayda yurmasdim yoki men unaqa kapital boshqarmasdim. Ya'ni men bilasizlarmi, tradingda как o'zim hacha bu treyderda xato qilishga ko'p haqqi bor. Ko'p xato qilib turamiz, например, как сделкада. Lekin men o'zimni вот реально как xirurgdek his qilaman-da, как будто xato qilishga haqqim yo'q. Shunaqa momentlar bo'ladi, ani uverim paytim shunda tiqib olgim keladi. Rostdan, ishoninglar. Lekin bir ikkita o'zimni anaqalarim bor, fishkalarim bor, o'zimni o'zim psixologik ishlab bu narsaga hech qachon, например, yo'l qo'ymayman. 50 ming, 500 edi. Kim edi 50 ming? Siz edi. So'ramoqchi edim. 500 ming bo'lsa ham, значит, realga qo'ymay, demoda ham maqsad bo'ladi. Конечно. Уже fikrlashga qo'yapman. A какая разница deyaptilar-da? 500 qo'ydim nima demo? To'g'ri fikr, sağ Real 5 ming esa to'xtab. Просто endi men o'sha hisobda real hissi bo'lish uchun sentri yashotdim, tushundingizmi? Ya'ni просто deb. Necha foiz dohod qilamiz aka yiliga? 10% yetadi. 10% yetish uchun oyiga plus minus 1% dan daromad qilishimiz kerak, to'g'rimi? 10% qilsak yaxshi. Har qanday eng katta mировой banklardan kamida 4 barobar ko'p daromad qilgan bo'lamiz, to'g'rimi? Lekin fantaziyani hisobiga biz 10% dan ancha ko'p daromad qilishimiz mumkin. Ya'ni mana qarang. Ana kuni efirimda 10 minut ichida necha foiz o'sdi? 10 ming, 800. Ya, pul haqida gapirmayman, protsent. 25%. Nima? 20%. Yo, 25%. 10 daqiqada 25% o'sdi efirimda. Da? Lekin u riskovniy aktiv, shuning uchun ham 20% o'sdi. Riskovniy bo'lmasa unaqa o'smaydi, to'g'rimi? Demak, bundan kelib chiqibdiki, siz riskovniy portfel alohida qilsangiz va u riskovniy portfel mana $100 ming bor va $100 ming $10 ming riskovniy portfel.
ikki xil. U riskovniy portfelni o'zini kombinatsiya qilishingiz mumkin. Bilasizmi qanaqa? $90,000 dan daromad qildingiz bitta aksiyada. Da? Foydasi. Bu yoqqa olasizda. Foydani o'zingiz. Da. Va shu orqali siz qaysidir momentda nimadir tutishingiz mumkin. Katta. O'sha orqali shunaqa shuni hisobiga ko'p daromad qilishingiz mumkin. Siz nimada qaysi rynokda ishlamoqchisiz? Yo hali noma'lum. Bir ham noma'lum ko'p narsalar sizda. Nasibda, noma'lum. Men bilishim kerak bu narsani, sizga направление berishim kerak. Это опасно. No. Lekin mana qarang. Siz ishlamoqchisiz, agar siz ustozni qattiq ushlab, ustozlar bilan, mentorlar bilan, men Xurshid Azam, uni вообще bizning jamoa bilan agar bizni aytganimiz bo'yicha agar qilsangiz, biz sizni minus ketishingizga yo'l qo'ymaymiz. Agar o'zingiz mustaqil zvizdani yo'q olsangiz, ishoning, bozor просто yo'q boradi uni qoldi. Bu qo'rqitish emas, как 16 yil opiti bor va sizga faqat yaxshilik tiladigan insonni gapi bu, tushundingizmi? Shuning uchun men вообще o'zi qarshiman. Hamma nimaga minus qilgan o'quvchilarim jim o'tiradi bilasizlarmi? O'zini aybi bilan qilganini biladi. Ya'ni mustaqil, o'zicha savdo, o'zi papanini qilib и так далее, aytadi, tushundingmi? Вот. Значит, siz yangi kursni o'quvchilasiz. 5000. Вот. Yo'q, 4000. Может. Mало ли что. Может, tushunadi. Ko'payib ketyapti. Yo'q, ko'payib ketgani yo'q odam. Omma 760 ta odam ko'ryapti. Hech kimga e'lon qilmadimmi? Chunki bilasizlar, uni bilmayman-da men ularni. Kimdir kredit olishi mumkin, kimdir qarz olishi mumkin. Kimdir bor pulini ana qilishi mumkin. Men qarshiman bu narsaga. Men o'zim to'g'risida vijdonim ham yo'l qo'ymaydi bu narsaga. Ya'ni tasavvur qiling, qanaqa reklama qilishim kerak bu narsani. Pishkina. O'quvchilarim o'zi meni bilishadi, xarakterimni bilishadi, o'rganib qolishgan, ular bilan ochiq gaplashaman. Aytibsiz. Ko'pchilik o'z boshimchalik qiladi. O'z boshimchalik. Вот реально. Agar o'quvchilarni o'z boshimchalik qilmaganda edi, hech qaysi o'quvchim minusda bo'lmagan bo'lardi. Eng yomon holatda 0 da bo'lgan bo'lardi. Insonlarga prostoy formula beraman, amal qilmang. Tasavvur qiling, formula beraman, o'shanga amal qilsang minusda bo'lmaysan. Deyman, lekin o'sha prostoy formulaga amal qilmayman. Oddiy misol aytaymi? Oilalarda algo tradingchilik yo'q-a? Yo'q, bitta ham yo'q-a? Bor bizni oldingi. Superwingchilarchi? Eski, yo'q, unda ham yo'q-a? Mayli, не суть, lekin meni ko'ryapti, ular aniq yoki algo tradingchi yoki superwing 777 ta odam. Ko'rib qoldim ko'zim bilan 700. Вот. Qaranglar, men aytdim, qarang, tasavvur qilsizlarmi mana? Siz menga bilim olgani kelyapsiz-da. Men sizga bilim berganimdan keyin o'sha bilimni hamma bilimni har xil o'zlashtiradi, to'g'rimi yigitlar? Kimdir voqli, kimdir kechroq. Normal holat, to'g'rimi? Bu absolyutdan hech kimni ayblashga haqqimiz yo'q. Sen to'poysan yoki sen dangasasan deyo. Kimdir sekinroq, kimdir tezroq. Bu normal holat. Da? Shuni bilgan holatda bilasizlarmi men nima dedim? Qarab, men o'quvchilarga aytaman. Men bergan sizlarga bilimni, teoriyani yaxshi o'zlashtirib o'zingizlarga o'yering bo'lsanglar, kursdan keyin savdo qilasizlar. Agarda kursni vaqtida o'zlashtira olmasanglar, faqatgina men bergan robot zonalardagina savdo qilasizlar. Прозрачно? Zo'rmi taklif? Chunki nimaga bilasizlarmi? Men bitta narsada menga juda ham jalqa. Odamlar, ya'ni aynan tradingni kurs o'rgatayotgan va tradingni kurs sotayotgan insonlar qanaqadir o'ziga yelkasiga yuk ola olmaydi. Teoriyani o'rgatadi-da, osonda insonga teoriya bergandan keyin, ya'ni darsni o'zing qilasan. Minus qilib qo'ysa, bunaqa qilish kerak edi. Oson, ya'ni tarix o'tib bo'lgandan keyin gapirish juda ham oson. Siz necha yosh? 18. Bitta 18, 18. 16. 16. Eng yosh. Ben ikkita 18 ni qo'shsam meni yoshim bo'lardi.
Вот и все. Вот. 16. Вот. Shuning uchun давайте men aytaman, давайте o'z boshimchalik qilmanglar. Просто так. O'zi qo'shniga tashlab maslahat qilyapti. Это хорошо, но lekin bu juda ham uzoq bo'lib ketishi kerak emas bu ham. Tempga tushib olasiz-ku. Ma'lum muddat pauza olasizda, o'zingiz ishlaysizda, agar nimadir nito boshlanishi boshlasa qaytasiz, tushundingizmi? Ya'ni hozir siz tempga tushib olishingiz uchun bizlardan so'rashingiz normal holat va juda yaxshi. Например, да? Tesla olmadingiz menimcha lo'da. Bu Tesla anaqa hali madaniyatlagan yo'q, man ko'rgan. Hali siz berdingiz-ku. Qasdan hali yetib kelmagan. Lekin liniyaga urildi-yu. Ha, urildi. To'g'rimi? Tesla liniyaga urildi. Bu уже qarang. Globaliga urildi. Да, siz spotdasiz-ku, to'g'rimi? Lekin bu уже отбойный anaqa hisoblanadi. Отбойda ikki xil kirish bo'ladida, konservativniy, agressivniy. Agressivniy bilasizmi qanaqa kiriladi? Yo'q, отбойda o'zida kirasiz. O'shaning uchun agressivniy. Chunki отбойni bo'ylaysiz-ku. Отбойdan keyin dars ketishi mumkin-da. Tushundingiz-a? Отбойdan kirasiz, o'shaning uchun agressivniy. Konservativniy отбойный zonadan kichkina time framedan точка вход bo'ladi. Burilgan joy. Да, burilgan joy. Уже u konservativniy hisoblanadi. Tushundingizmi? Вот. Shuning uchun mana shunaqa вот men aytaman-da, ya'ni men o'zim bilim berganimdan keyin o'sha yukni olishga roziman. Va har bitta inson mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi kerak. Bilim berish bu shunchaki soqqani yig'ish bo'lish kerak emas-da. Ya'ni mas'uliyat bo'lish kerak. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana inson men o'sha nimaga men algo trading o'sha loyihamda aytdimki, robot zonalarini berdim-da. Agar dedim, uverin bo'lmasanglar dedim. Agar faqatgina robot zonasiga kelgandagina savdo qilinglar dedim. Ya'ni bu meni mas'uliyatim. Ya'ni faqatgina robot zonasiga kelganda savdo qilgan odam doimo yil o'sha 1,5 yil statistika qildik, plyusovoyda. Hech qaysi oy minus emas. Ya'ni har oy shundaylar, robot zonalari tashladi, keyin statistika qilinadi. Va 1,5 yil plyusovoy. Shundan keyin qanaqa qilib o'sha odam недовольный bo'lishi mumkin? Fakt. Faktdan qanaqa qilib inson qochishi mumkin? Qocha olmaydi hech kim faktdan, tushundinglar? O'tibsiz shuning uchun siz ham savdo qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha hisob raqam ochishdan oldin o'sha aloqaga chiqishingiz kerak. Через kimdir, например. Все, то есть hammaga tegishli. Hisob raqam даже ochishdan oldin o'sha plan qilish kerak. Ya'ni ustozlar sizlarga plan qilib berish kerak. Жесткий communityda bo'lishingiz kerak bizlardan, tushundinglarmi? Chunki nimadir nito seriya bo'ladi. Nima bo'lishi mumkin? Eng yomon holatda nima bo'lishi mumkin? 3 oy savdo qildingizmi? Diapazonni olamiz. 1-10% minusdasiz. Mayli. Bozorga zato siz mana shu minusni bozorga ma'lum bir pul berib yuborish hisobiga o'zingizni xatoingizni bilib oldingiz va все. Hayot shundan iborat. Hayotda ma'lum bir balans mavjud o'rtoqlar. Siz bilishingiz kerak bo'lgan xato uchun pul to'lasangiz, bu normal holat. Boshqachasiga xatoingizni bila olmaysiz. Shuning uchun пока, masalan, uverin bo'lmaysiz, uverin emasmisizlar? Пока не надо. Например, masalan, mana 50 milli mana siz ham aksiya ishlamoqchimisiz dalish? Faqat aksiya. Halol bo'lgani aksiya. Aksiya. Stoksda понятно. А siz trenirovka qilishingiz kerak 10 mingda. 10 ming orqali bilib olamiz plus minuslaringizni. Keyin katta summa. Yana kim edi 50 ming atrofida? Yana siz ham aksiya. Вот, siz plus minus 10 ming dedingiz, to'g'rimi? Demak, agar plus, ну, siz прямой, реальный прямой смысле plus minus 10 mingda ishlashingiz mumkin. Faqat azartlar yo'qolib ketib, sizda bor-da bu element. 16 bo'lsangiz ham bor bu narsa. Например. Juda azartli ekan. O'shani boshqarishni o'rganish kerak-da. Tezlikka bog'liq savdo.
orzu qilish san'ati degan bitta kichkina bir mana bundoq kratkometrajli film bo'ladi, 7 minutlik. Kichkina bir kitob yozaman-da, orzu qilish san'ati degan. Uzr, tasavvur qilish san'ati. Tasavvur san'atini endi qisqartirsam kerak, kitob chiroyli chiqishi uchun. Tasavvur san'at, tasavvur qilish san'at. Nimaga tasavvur qilish san'at? Inson qanchalik o'sha narsani tasavvur qila olsa, o'sha narsaga yetish ehtimoli shunchalik oshadi. Nimaga insonlar ko'pchilik tez muvaffaqiyatga chiqa olmaydi? Chunki ishonmaydi millioner bo'lishiga. Ishonmaydi. O'zini $1000 kursga pulim yo'q, $500 o'zim uchun kursga pul ajrata olmayman. Men hech qachon o'zini omadsiz qilib qo'yadi. Например. Endi tasavvur qiling. Mana siz meni oldimda mana shu o'tirdingiz, to'g'rimi? Sizga men zadacha berdim, to'g'rimi? To'g'rimi? O'sha bergan zadachamda siz minusga kirdingizmi? Minusga kirganingiz yo'q, to'g'rimi? Plyusdasiz, to'g'rimi? Например, kecha ham seriyada mayli uni ham plyus deyapsiz, to'g'rimi? Endi siz bir narsani tasavvur qiling va jostki qarorlar bilan yashashga harakat qiling. Dalshi. Mana qarang. Men 16 yoshsiz. Tasavvur qiling, 20 yoshda mana shu $10 million boshqarib o'tiribsiz. Shu narsa bilan plan qilingda, har xil miyazdagi musorlarni chiqarib tashlang. Kirib bosib panika qilasiz, bosib tashlaysiz, minus plus, mashinani hammasini chekkaga surib qo'yingda, to'xta, men ishlayman aka bilan $10 million bo'lsa, например. Pastda parkingda turibdi, tasavvur qiling, hamma parkingda kimdir chiqib ketyapti, Bugatti'sta, Ferrari'sta. Например, yaxshi mashinalarga qiziqadi barcha. Например. Bugatti olsam kelasizmi? Bu ish ketmaydi, kelishi. Вот, например, da o'shaning uchun kitobning nomi tasavvur qilish san'ati o'tir. Ya'ni har bitta odam oranglardaman tasavvur qiling, masalan. Bir necha million dollardan daromad qilgan odam, men dovondan o'tganman-ku. Например, da multimillioner inson bilan bitta davrada o'tiribsizlar. Вот, например, вот реальный tasavvur qilinglar. Va tasavvurga qarab plan qilinglar. Mana shu oddiy formula, рабочий formula. Tasavvur, plan, действие. Просто так. Вот и все. Nimaga necha yosh aka? 35. 35. Почти tengdoshmiz. Nimaga yiliga 10% yetadi dedilar, bilasizlar? Oranglarda ko'pchilik unaqa deya olmaydi yoshlar. Yiliga ishoning. Siz ham ayta olmaysiz bunaqa narsa. Nimaga 10% yetadi dedilar yiliga? Ay! Kitob o'qimaymiz-da. Reels ko'rib o'tiramiz-da. Normal holat, lekin me'yorni yorib tashlash kerak-da. Hamma narsani me'yorda qilish kerak. Professorlar ham, professor sifatli odamlarni ham uncha yoqtirmayman. Dubayga faqat dars uchun keldim, dars qilishim kerak, ochkida o'tiradi-yu. Hayot bundan darsdan iborat emas, hayot go'zal, rostdan Bugatti, tam sportkar, tam plyaj. Biz yaxshi yashashga haqqimiz bor, yaxshi yashash hech kim zapret qilmagan. Hamma narsa dunyoqarash. Shuning uchun u ko'pchilik Dubayga chaqirishdan maqsadan shu. Umumiy to'z o'sha insonni dunyoqarashini faqat bilim tomonlama emas, yashashga bo'lgan ishtiyoqini ham oshirish. O'shaning uchun aytdim. Birinchi tasavvur qila olinglar o'sha narsani. Men bilan o'tiribsizlarmi? Tasavvur qila olinglar. O'sha tasavvuringizga qarab keyin plan. Men buni aytaman. Nimaga 10% yetadi deyishlariga sabab bitta boshqa sabab yo'q. Riskda emas gap, risk вообще не при чем. Sabab bitta, bu hayotiy tajriba. Hayotda sizlardan ko'ra ko'proq narsani ko'rganlar. Hayotda pravalni ham ko'rganlar, minusni ham ko'rganlar, hamma narsani ko'rganlar. Tushundinglarmi? Shuning uchun o'sha ma'lum bir anaqa bor ularda, planka me'yor bor. O'sha me'yorni hissiyoti borligi uchun, ya'ni stabilность me'yor hissiyoti o'sha. Emotsional kachelardan o'tib bo'lganlar, tushundinglar? Har xil hayotda yo'qotishlar, xursandchiliklar, hamma narsa o'sha emotsional kachelardan o'tib bo'lgan inson boshqacha fikrlashni boshlaydi. Aslan hali o'tmagansizlar emotsionallik. Dubay turga kim berdi pulni? Uydagilar.
Bratan o'zlari mehnat qilib ishlab topganlar. Tushundingizmi? Вот, lekin shansiz bor. Shansiz bor ekan, o'sha narsani tasavvur qiling, o'sha inson aytdimi, o'shani aytgan narsani qilishni o'rganish kerak. Chaqiraman sizni Bugatti olsam. Chaqirmasam kelsangiz kerak. Вот и все. Davay yigitlar, nima savolinglar bor? Tushunarli bo'ldimi? Hamma narsa? Psixologik o'zimni nima qilaman deyapsiz-ku. Aha. Haligi aytgan shu qanaqa u? Zo'r savol. Ya'ni psixologik azartdan boshqarish o'zini, to'g'rimi? Zo'r savol. Sizga bitta maslahat beraman. Bitta. Xohlasangiz ham minus qila olmaysiz. Azartga berilsangiz ham minus qila olmaysiz. Mana shu zadachani men sizga hozir beraman, хорошо? Hozir beraman. Xo'p? $10,000 shot ochasiz. Plichoni birga bir qilasiz. Xo'p? Qanday savdo qilsiz ko'ring. Не важно, demo, real, вообще не важно. Xohlasangiz realda. Farqi yo'q. Xatoyini ham ko'rasan. Просто так. Все. Mana sizga zadacha. Azal, qiynalib pul topmaganda o'zimni ishlab. Yo'q, Siz ishoning, men uydagilaringiz 1 yilga yuborsa, men oldimga lekin men bilardim siz nima qilishni, lekin men ishoning. Ondan nimasi bor, shansi bor keladigan. Ibrohim 1,5 yil bo'ladi yaqin. Ibrohim. Sabr. Ha, kompyuter Bu shunaqa narsalarni o'rgataman, 1 yildan shunaqa narsalarni o'rgataman. Monster bo'ladi yana 1 yildan keyin ko'rasiz. Monster. Слишком спокойно bosgan bo'ladi. Boshdan emas. Qanaqa? Yo'q, monster bilim jihatdan monster. Просто любой там гибкость. Odam shunaqa gibki bo'lishi kerak. Давай, хорошо. Demak, давайте tugib qo'ygan savolinglar bo'lsa dilinglarda, qalbinglarda. Nima savolinglar bor? Menga, shaxsan o'zimga. Shansiz 0 deganimga xafa bo'lmadingizmi? Yo'q. Men yaxshi ma'noda aytdim. to'g'riman. Ya'ni, to есть, tasavvur qiling, $1000 qo'yasiz, minus qilasiz, kayfiyatingiz tushib ketadi, keyin yaxshi emas-da bu. Yo'q, hozir ham ishlayapman, demo birga bir plicho bilan ishlayapman. Просто plan da, men shunchaki, ya'ni reja qiling degan maqsadda aytdim-da sizga. Insonlar rejasiz ishlaydi-da. Shuning uchun shanslari kam. Ko'pchilik random. Даже hayvonlar ham random hayot kechirmaydi, bilasizmi? Hayvonlar random kechirmaydi. Nima bo'lsa bo'ldi, nima qilish. Bilasizmi, hayvonlar qanaqa plan qiladi? Periodlari bor, ko'payadigan vaqti bor, to'g'rimi? Xuliydigan vaqti bor, ov qiladigan vaqti bor, ovni ham planlashtiradi, to'g'rimi? O'shaning uchun ochidan o'lmaydi. Alloh rizqini berib qo'ygan, shunaqa planirованный hayot. Afsuski insonlar, ko'p insonlar random hayot kechiradi. Bo'lib qolar, o'xshab qolar, nimadir bo'lar. Savollar? Mayli, savollar yo'q bo'lsa, poka efirdan chiqib turamiz. Hammangizga rahmat. Sizlarga ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar kommentda savol qoldirishinglar mumkin. Fikringlarni albatta. Tutgan ro'zalarimiz qabul bo'lsin. Hammaga rahmat.